Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Uzbastro Gamer. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan Super Hot VR o'yinini o'ynab ko'ramiz. Plus bu o'yinda do'stlar sizlar qora shishadan yasalgan odam bo'lasizlar va o'zingizning dunyolarni qutqarishlar kerak edi. Yana bilmadim, o'yinning asosiy mazmunini unchalik tushunmadim. Xullas, sizlar dunyoni faqat harakatlanganinglardagina tezroq ko'rasiz. Agar harakatlanmasdan qotib tursanglar, dunyo ham slow motion bo'lib, ya'ni sekinlashtirilgan kadr bo'lib qotib turaveradi. Xullas, o'yin davomida ko'rib bilib olasiz degan umiddaman do'stlar. Video boshlanishidan oldin albatta videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Do'stlar, hozir ko'pchilik obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan ekan, shuni to'g'rilab qo'yish kerak do'stlar. Prosta shu videoni 1 minutga to'xtatib, shunday pastga tushib, obuna, subscribe, podpiska degan tugmani shunday bosib, like bosib qo'ysanglar, ili kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qo'ysanglar bo'ldi, tamom. Xullas, unda boshladim. Короче, nima qilish kerak? Mana shuni olish kerak ekan. Nima qilaman endi bu qurol? Nima qilishim kerak? Buni bo'ldi. Vaqt ham sen harakatlanmoq. Короче, men harakatlansamgina vaqt ham harakatlanadi. Agar harakatlanmasam, vaqt qotib turaveradi. Super hot. Tashavvur, uni siqish kerak ekan. Men qo'lim. Короче, hop. Endi hozir mushtlarni sinarkanmiz. Ko'rasizlar? Oppa. Bo'ldi, seriozniroq bo'lmasa, prachkalar вообще-то asab buzib tashlayapti. Ko'rdinglarmi? O'zi men salgina berilsam bo'ldi уже. Bularga imkoniyat ham yo'q bo'ladi. Tanangni harakatlantir. Wow. Bu brat meni o'ldirmoqchi. Qo'ldan oson bo'ladimi? Oson bo'lar ekan. Pistolet. Nima bu? Buni otishim kerak ekan. Ninja style-ku bu. Tepa ketdi. Yana tepa ketdi-yu. Yana qish otiladi. Bo'pti, kelaver ekan. Shundoq hal qilib qo'ya qolaman o'zingni. Maya, territoriyamdan chiqib ketib qolmay tag'in. Bo'lmasa hozir devorga urilaman. Короче, pistolet. Buni ol. Buni ham yo'q qil. Hands up, qo'lni tepaga. Men yutqazdimmi deb o'ylasalaring adashasanlar, isqirt qizilchalar. Voy, tegmadi-yu. Bo'ldi, уже sal harakatlanish kerak. Oppa. Keyin rasmga olib qo'yaman. Ana, chotki. Qo'lni ham chop tashladimi? Oppa. Mana shu o'qqa ilib olsam bo'lmas ekan. Hozir kalkulyator bilan masalani hal qilib qo'yaman. Sinib ketar ekan. Idish bilan yuvib ketding-ku uka. Bu senga hali yosh bolaga qurol bo'lmaydi. Menimcha sizlarga ham salgina qotish sezilayotgan bo'lsa kerak. Prosta hozir o'zi ham narsa yuklayotganimda, o'sha achkini o'ziga ham narsa yuklayotganim, shuning uchun sal qotayotgan bo'lishi mumkin. Internetga ulanib turibdi, yo'q deganda. Qayerda paydo bo'ldim men? Nima bo'la, qo'lim robotmi? Cyberpunk 2077 damanmi deymanda? Eshikdan tashqariga. Nima bu? G'alatiroq ekan-ku. Nima deyilgan matda? Super hot disk. Juda issiq B diska. Oppa.
Mana shunaqa qilsam, no qoqib tashlayman. Nima deyapti? Bosh kiyim kallangga kiy. Nima bu? Yo'q, namchi katta bu. Meniki ancha kichkina. Lekin bu boshga vashcha qulay tursa kerak. Tekis turadi. Tekis turadi, qarach. Vo. Nimadir bo'ldi. Qurol. Yo'qol. Qattadir. Bu hech narsa emas. Hopki ukam senga qurol ushlash mumkin emas. Hal qo'raman-da. 2 oy mafiyada ishlaganman, o'sha vaqtda esimga tushib ketdi. Mana shunaqa qilib qurollarda bachalarni boshini qotir. Oy. Sal o'zimga ketib qoldim-da. Ketib qoldi bu yoqqa. Bir oycha mafiyada ishlaganman, 2 oycha mafiyada ishlaganman, o'sha vaqtda esimga tushib ketdi. Yo'qol senga mumkin emas. Yosh bolaga qurol ushlash kim qo'yibdi? Oppa. Ot. Ke. Choy quyib ber, uka. Ana endi bu yoqqa ber. Boq. Mana qizillagan becharalarga rahim kelyapti-da. Menga kimga qarshi chiqishgan bilishmayapti-da hali. Oppa. Ko'rdinglarmi ukalar? Akalar, ukalar, opalar, singillar. Shunaqangi zo'r o'ynab tashlamanki, ulgurishmayapti ham. O'zimga o'tsam ishlarsa qolmasin. Mana uni. Esdan chiqdi. Короче, bratchkalarni, sarg'ma sheylarni mazasini qochiramiz. Oppa. Ko'rdinglarmi? Yorib tashlaman-ku bular, Nima? Qani san? Bu yoqdanmi? Nomcha ko'p o'q kelyapti. Hattan bitta. Voy, qanaqa deydi bu? Ya, ukam, qo'y. Menga qarshi chiqyapsan sen. Sen avval kimga qarshi chiqayotganingni bilib ol. Uy, yomon joyga tegdi. Voy, lampochka kuydi-yu. Lampochka kuydi. Qana. Qarab turayman, nima bo'lar ekan? Oppa. Yomon chiqarkan lekin. Qani? Mana. Tezroq yur. Chotki. Qoqib tashlamanman-u. Nimalar bular? Ikki tomonlama hozir kinolardagidek mashina qilib turib, shunday qilaman-da. Unday qilib o'lib ketaman. Maya. Bu boshdan boshlar ekan. Yo'q, olma uni. Yomon deydi lekin, mashina siz o'rtaydi. Qoqib tashladim vashsheta. Jonlarim, bu safar yaxshi ish bo'lsa lampochkani kuydirib qo'ymadim, uka, rahmat degin. Oyoqga tegdi chotki. Oppa. Tezroq, tez. Shuna qilsam tezroq keladi. Oppa, shu bilan shuna qilib. Oppa. Qoqamiz u bratchkalarni. Shunday qilaman-da. Shunday qilib. Qo'raman ana chotki. Hop, yo'qol butdan. Ana ol qaysi tomondan. Hop, bu ham ket. O'lay ketishing kerak edi, uka. Nega ketmading? Nima? Yo'q, mana nima qurol bo'ldi? Nechta o'tadi bu? O'ldim menimcha. Oy. Benim qayrilib ketadi hozir.
Voy, bullar. Ash sal qolyapti lekin bor. Yani shu o'qimam tugadi. Voy, hozir agar o'lib ketsam ash yetadi. Chotki. Super hot. Juda qaynoq. Короче, endi bu yerda nima qilish kerak ekan? Nima qilamiz? Salomlashaman. Yaxshimisan, brat? Qo'l ish narsa olish kerak emas. Demak, kalingni boq etib chaqamiz. Xayr. Nima? Nima qilish kerak? Hop. Ya. Lampochkani kuydirmoqchi. Uy, rahmat. Bitatda tirs otamiz. Shu bilan tegmaydi. Voy, tegmay qolganini rostlanam. Voy, chotki tushdi-yu. Bu yerda nima? Buncha ko'p. Opa. Qo'lni yediramiz. Unga buyoqdan otamiz. O'lib ket. Bo'tadi, tirs etib o'ldirib qo'yib, yuragidan zarba beramiz. Shu bilan uni kutib turamiz. Choq bo'tadi. Choq $100. Voy, shiza, iPad, oy, so'kinmaslik kerak. So'kinmaydigan YouTuber bo'lmoqchiman. Qana. Oppale. O'zim o'qqa tutib beramanmi? Ashitay. Qana. Birinchi. Va, qachon o'ldim man? Voy, lampochkani kuydirib yubordim. O'ldingmi? U mashti yashtindan tursam bo'lar ekan. O'ldi. Chotki. Yaxshi. Super hot. Nima bo'ldi endi bu yerda? Nima qilishim kerak? Voy. Bitim yutqazdim men shunda, hozir tushunmay qoldim. Bo'ldi уже. Xo'p, B-diskdan ham bir amallab o'tib oldik. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalimga albatta obuna bo'linglar. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar. Eng muhimi obuna. Undan keyin fikringizni albatta kommentariyada ham yozib qoldiringlar. Keyingi videolargacha sog'lom bo'linglar. Videoni shu ko'rganinglar uchun kattakon rahmat.